Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2023-yili 3-oyning 24 kuni juma. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Tunugun bizniki musulmonlarning ulug' Ramazon oyi boshlandi. Oldi bilan hammalarni mushu munosabat bilan qizg'in tabriklayman. Mübarek olsun. Bugün aldırak dep koyduğun bir iş. Uygur Project Fondi her yılı şu Ramazan eydin paylanıp yıllık iyan toplaş işini kıvatımız. Onda kıvatlı bir neçe yıl oldu. Tünögün bu yılın 2023 yılını başladık. Eğer mümkün olsa şununla yardım kılan bolsanlar, tarqıtып koygan bolsanlar Facebook'a çıkarıp koydum ben. Töt Facebook'niki həmmisi də var. Mən başqurtqan Facebook'tan tötü var. Şuların həmmisiga çıxırıb qoydum. Bolsa tarqıtıb qoysanlar. Tünügün çıxıqandan hazır qədər Facebook'ta 7 qarindoshimiz pul iyanı qıldı. Ondan başqa chet eldə yaşayotgan yana bir inimiz bizniki başqa dövlətlərdəki vəkillərimiz arqılıq $500 iyanı qıldı. Yeni bir qancha qarindoshlarimiz bilan aloqalashdi. Shu vakillar orqali iyon qilganligini bildirib, uchur so'rab, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. O'tgan yil iyon to'plashini qilgan vaqtimizda Facebook'ta 100dan ko'proq qarindoshimiz iyon qilgan. Bizniki hozir yillik chiqimimizniki 3dan 2 qismi 10 kişiniki yanısı olan bu atıdı. 3'ten 2 kısmı. Kalan 3'ten 1 kısmı şu Facebook'ta yani kalan 100'deki qarindoshlarımızdan keldi ötken yıl. Xudayim bursa bu yıl maçta buludu dep oylayman. Endi sizlarga bir qısqacha eskartib qo'yadigan bir ish. Bu sizlarning xabaringlarda bor. Biz yiqqan pulni biz hech qanday o'zimiz ishlatmaymiz. Uygur Project Fondu'da hizmet kıvatkan qarindoshlarniki hammasi yuqori maoshli kasb ahllari. Biz bu Project Fondu'niki pulni xarjlamaymiz. Aksicha biz yenimizden pul chiqaramiz bir qism pullarni. Hozir o'tgan yil va bu yil Uygur Project Fondu'ga iyon qilishda men 2-chi o'rinda turib keldim. Meni oldimda yana bir qarindoshimiz bor, o 1-chi o'rinda turdi. Bunda bo'lishiga bir sababi men yolg'iz Uygur Project Fond emas, yana boshqa tashkilotlar bor. Andikin jiq yerlarga a'zoman badal pul to'lashim kerak. Ashta boshqa men 2-chi o'rinda turib kelyapman. 1-chi o'rinda turayotgan bir qarindoshimiz bor. Ish qilib Uygur Project Fondining chiqimining 3dan 2 qismi 10 kishidan kelyapti. Qolgan 100 qarindoshimizdan kelyapti. Bo'lsa bu yilmi qilib qo'ygan bo'lsanglar. Endi bu ishniki ahamiyati bek zo'r. Hammamizning xabarida bor. Bizning millatimiz bizniki yordamimizga ehtiyojli hozir. Shunga buni muhim o'rin qo'yish kerak. Buni men qanday desam bo'ladi uqmayman. Biz tugini bog'lab, ani qog'inni Xudoyimga tavakkul qilamiz. Tugini bog'lashimiz kerak. O'zimiz qila oladigan ishlarniki hammasini o'zimiz qilishimiz kerak oldi bilan. Ondan keyin Xudoyimdan yordam so'ray olamiz. Shunga bu ishda bu muhim. Hozirmi Uygur Project Fondu'ga iqtisodiy jihatdan yordam so'raydigan qarindoshlar davomli chiqib turyotdi. Bo'libmi qo'lidan ish keladigan, ammo shu qilaydigan ishni qilishda iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan qarindoshlar bizga aloqalashadi. Bizniki yordam qilishda qaror ilish rasmiyatimizmi intayin oddiy, bek tiz. Biz ba'zi joylarda bir kim atiganda iltimos qilgan bo'lsa, kashkichilik qarayilib, kashf bo'g'ichi uxlashdan burun pulni mandirib olaymiz. Ashta qiymatimiz hozirmi qo'ldan ish qiladigan, millat uchun ish qilsam degan qarindoshlar bor, bizlar aloqalashayotgan, lekin iqtisodiy yordamga muhtoj. Ashta boshqa albatta men degandek Uygur Project Fondu'ga iyon qilayotganlar 100 kishidan sal oshadi. Chet elda bizniki O'rta Osiyoning sirtidami 100 mingdak adamlarimiz var. Qolganlarniki bunda amaliy ish qilish fursati yo'q yoki bo'lsa-mu bir qism qarindoshlar boshqa yerlarda ish qilyotdi.
yoki boshqa yerlarga iyoni qilyaptilar shundoq ashta bo'lsinmi mayli amaliy ish qilish bo'lsin yoki amaliy ish qilish yerdan bo'lsin bularning hammasi millat uchun qo'shgan tuhfa ashta boshqa bu yil ramazonda agar biroz saxovatchilik ishlar bilan shug'ullanaman deb o'ylayotgan qarindoshlar bo'lsa uyg'ur projekt fondini o'ylab qo'ygan bo'lsanglar albatta men degandek sizlarning yordaminglarning hammasi millat uchun hajlanadi pullarning hammasi bu jihatda men yana ikki qatimliq videoda ozroq to'xtalaman mana shu ramazon ichida ikki qatim video ishlagan ekanman man birinchisi yana bir qatim biroz to'xtalaman bugun sizlarga deb qo'yadigan yana bir ish uyg'urlar degan to'r jurnalniki 38 soni e'lon qilindi yaqinda buni o'qib beqinglar ham tarqitib qo'yinglar buni qilayotgan qarindoshlarim kecha kunduz qattiq tirishchilikni ko'rsatyotdi ondan keyin bugun sizlarga oldinroq deb qo'yadigan yana bir ish yaqinda bir tor betini uchratdim men uyg'ur.com degan tor beti buning adresini men keyin shu videoni ostiga chiqarib qo'yaman bu tor betni qurgan fuqarolar qarindoshlar bir uyg'ur qomusi yasab etibdi hozir yasab etibdi bir uqtirish chiqarib qo'yibdi men uni bugun ko'rdim bu uqtirishda deyilishicha bular shu uchurlarni shu qomus uyg'ur qomusiga oid uchurlarni tor betiga kirgizish jihatda yordamga ehtiyojli ekan shunga mashtashlar qo'ldan keladigan va buni qilishni xohlaydigan ukalar bo'lsa shu uqtirishni bir o'qib ko'zlagan kishilar bilan aloqalashsanglar man tor betini chiqarib qo'yaman bu uyg'ur.com degan tor betiniki kutubxonasi bor ekan u yerga nurg'un kitoblar kirgizilibdi pdf kitoblar uni bir ko'rib boqinglar iz qatorliq nurg'un kitoblar bor ekan man hozir qarab boqdim undan foydalaninglar undan keyin bu uyg'ur qomusi uchun yordam qila oladigan qarindoshlar yordam qilinglar endi yaqinda bizningki uyg'ur jamoati ichida chet ellik uyg'ur jamoati ichida bo'lgan cho'nroq ishlarniki birisi Avustraliyada bir ko'rgazma boshlandi 3-oyniki 11-kundan boshlab bu ko'rgazmaniki ismi uyg'ur hikoyasini uyg'urlar o'zi aytish deganroq yaqin keladi Reclaiming Our Story Exhibition Looks Beyond the Operation buningda naiti isil mazmunlar bor bir muxbir uyg'urlar bilan ko'rishib Sam Biddle degan kishi ekan uyg'urlar bilan ko'rishib suhbat o'tkazib shularning degan hikoyalarini bir ko'rgazma shaklida qilibdi buning ichida bizningki ulug' liderimiz Ahmadjon Qosimniki chavrisi Nuriya qizimizniki qilgan ozroqcha inglizcha qilgan so'zi bor bu so'zi Twitter'larda, Facebook'larda tarqatildi. Men bu Facebook'a chiqarib qo'ydim. U so'z inglizcha bu ko'rgazmaniki nima ko'rgazma ekanligi haqida tushuntirish berdi bu qizimiz. İngilizce bildiğin qarindoshlar ko'rib boqinglar. Hozir Uyg'ur davosi bir yangi saviyaga ko'tarildi yaqinda yoqi. Mushtaq yangi o'sib chiqayotgan yangi avlodlarimiz nihoyatda yuqori saviyada Uyg'urniki hikoyasini ovozini dunyoga anglatish jihatda ajoyib ishlarni qilyotdi hozir boshladi yaqinda yoqi. Mana shuniki bir misoli. Andan keyin maningda mesela mana shu qizimizniki degan gapini bir qisqacha deb qo'yayman. Uyg'ur bo'lish bu bir strategiya emas. Biz tarix emas. Biz o'tmish emas. Uyg'ur ayollari hozirgi davr va kelgusiga vakillik qiladi degandek gaplar bor buning ichida. Bo'libmi hozirga qadar biz Uyg'urlarning ovozini dunyoga anglatishda boshqalarga tayinib keldik. Ma ishniki bir ahamiyati o'zimiz Uyg'urlarning hikoyasini o'zimiz aytaylik. Biz davomli yig'lab dad aytib emas. Biz bir tarixi var, neçe ming yillik tarixi var bir millat. Bizniki haqiqiy hikoyamiz aslida mundaq degan mazmunlarda. Shunga bo'lsa ko'p yaqinlar buni, nihoyat isil. Shaxsan men bu nihoyat cho'ng ta'sir qo'zg'adi deb o'ylayman. Xalqaro sahnalarda. Ondan keyin yana birisi yaqinda men
Yaponiyadagi Arfiya qizimizniki bir videosini chiqarib qo'ydim Facebook'qa. Twitter'da mı bu? Bu Asiya 21 munbiri da şu Arfiya kızımızını kızımız bilan suhbat o'tkazgan bir ish. Buni suhbat o'tkazgan o'rin Asiya jamiyatiga, Asiya jamiyatiniki Arfiya singlimiz bilan o'tkazgan, qizimiz bilan o'tkazgan suhbatda 1,5 soatdek keladi uzunluğu. Arfiya kızımız nim dedi şu suhbatda İngilizce. Anlap yakınlar. Bu munayeti bir yuqori seviyelik bir mazmun bo'ldi deb men shunday his qildim. Sizlar cho'qim shunday his qilsizlar. Mushunga o'xshash hozir Uyg'urlar ichidan nihoyatda cho'ng ishlar o'lchisi chiqyapti hozir. Yana bir ish hozir tunugun bir necha cho'ng voqea bo'ldi xalqarada. Uniki birisi Dünya Uyghur Kurultayı'niki reisi Dolqun Eysa efendim, yoki Dolqun Eysa inimiz BDT'niki kişilik hukuk konsuluniki bir yig'inida so'z qildi tunugun. Sözünü başlap uzun bormaylamken u yerdagi Xitoy vakili Dolqunni so'z etmaslikka, uni to'xtatib qo'yishga urindi. Uni qandaqdi bu hukumatsiz tashkilot vakili qilmaydi. U bir bo'lgunchi, uning bu sorunni so'zlash salohiyati yo'q. Shuni uni to'xtatish kerak degandek o'tirg'i chiqdi. Keyin bu yig'inniki raisi va boshqalar Dolqunniki bu yerda so'zlash salohiyatiga ega ekanligi va uniki so'zini o'shada to'liq tamomlasa bo'lganligini o'tirib qo'yib yurib, bu ish vujudga chiqdi. Bundaq o'ylab baxsanglar, Xitoy hozir iqtisodiy va siyosiy jihatlarda dunyoda ikkinchi o'rinda turadigan cho'ng kuchli davlat. Ashta bir kuchli davlatniki vakili bilan Dünya Uyghur Kurultayı'niki reisi Dolqun Eysa bir sorunda o'zaro kelishishga tushgandek bir ish bu. Shunga Xitoyniki sharmandaligi odamniki g'azabini qo'zg'aydi. Lekin Uyg'urlar hozir erishgan shu nüfuz, o'rin bu narsa odamni ta'sirlantirdi. Uyg'ur davosi zodi qaysi darajaga bordi degan narsa odamni ta'sirlantirdi. Shaxsan men ta'sirlandim. Bu ish Uyg'urlar uchun bir cho'ng yaxshi ish bo'ldi. Amaliyotda Xitoyniki ashunaq o'tirib sirab tushishi dunyoniki Xitoyning haqiqiy abdi basharisini ko'rilishi uchun zo'r foydasi bo'lyapti hozir. Hozir yaqinda bu jihatga ishlar ko'p. Tunugun yuz bergan, BDT'da yuz bergan ish shularniki birisi. Acayip bir ish. Buniki videoları var. Nəhayət ko'p videolar tarqalib ketdi. Tunugun Twitter'larga, medialarga qarasa asosan Uyg'urlarning gapi intan ko'p. Mavuşlarniki bir temisi endi. Shularning ichidagi. Yeni bir tema tunugun chiqqan. Qalbi Nur Sidiq, Gulbahor Haytavaji singillarimizniki Amerika Kongresining Xitoy komitetida bergan isboti. Bu yerda bu ikki singilimiz isbot berdi. Undan boshqa Nuri Turkiyalimiz isbot berdi. Ondan keyin Adrian Zenz qatorliqlar isbot berdi. Amerikaning hukumat ichida Uyg'urlarniki ovozini anglash ishri hozir mushundaq bir darajaga yetib bordi. Tunugungi ishmi intayin ta'sirlik. İntayin ta'sirlik bo'ldi. Bu yig'in 6 soatdek bo'ldi. Men shu yig'indagi ta'sirot haqida bir qism ishlarniki degan gapini anladim. Bir odamniki ajoyib gap qildi men sizlarga bir. Thank you, Mr. Chairman. First, I want to thank the witnesses for being here for your. Ben hazır koyup vereyim bana. Miyada da tulu çıkmaya geçersin koyup vereyim. Thank you, Mr. Chairman. First, I want to thank the witnesses for being here, for your bravery in speaking out. You've given us some of the most powerful testimony I've ever heard in my life. And it should not be lost on any of us that this genocide is happening today, not at some distant time in history. It's happening on our generation's watch. Thank you, Mr. Chairman. And first I want to thank the witnesses for...
Mao İngilizce o'qib qoldi kechiringlar. Bu yerdagi bu bir misol. Bu mushundaq gaplarni Amerikaniki kongressdagi necha damlar dedi. Bular shu lager şahitlerden bevosita anglab o'ziniki beshin kechirgan ishlarni ashta qilganlik uchun bu nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Hozir endi Amerikada yolg'iz bu Uyg'urlarniki ishini irqiy qirg'inchilik, insoniyat ustidan yurgizgan jinoyat deb o'ltirmay bir tadbir ilish kerak, Xitoyni javobgarlikka tortish kerak degan gaplar o'tirib chiqdi. Ondan keyin hozir xalqaro matbuotlarga xuddi yaqinda Putinni tutish buyrug'i chiqqandek Xi Jinpingni tutish buyrug'ini chiqish kerak degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Bular yenilik burun bo'lmagan. Mushtaq ahvollarniki ishlarniki taraqqiy qilib mushtariga kelishida mana shu singillarimizniki mushtaq bergan isbotlari cho'ng rol o'tayotdi. Bu ikki singilimiz DC'dagi ishlarni tugatgandan keyin biz bu Los Angelesga kelmoqchi. Xudoyim bilsin men ko'rishman. Undan keyin Houston'ni jihalarga berib faoliyat yapmoqchi. Mushtaq isbot beradigan ishlar jihatlarda. Ish qilib bular nihoyat ko'p hayrat qilyotdi. Uniki unumi bo'lyotdi. Shunga tunugunki matbuotlarga qarasanglar, mushu Amerika Kongressdagi Xitoy komiteti ichida o'tkazilgan 6 soatlik isbot berish faoliyati nihoyat jiq hajmni oldi tunugun. Twitterda nihoyat ko'p ko'rdim men. Bir qismlarini tanlab men o'ttirga Twitterga chiqib turdim tunugun bir kun. Agar boshqa yerdan izlab ololmayman desanglar, shu Twitterga kirib meniki hisobimni qarasanglar mumkin. Shu yerdan nihoyat ko'p uchurlarni topa olasizlar. Ondan keyin tunugun Amerikada yana Amerika Kongressida TikTok'niki boshlig'ini akilib, uni so'roq tortib isbot berish yamirjig'ini ochildi. TikTok. Endi bu yerda nima uchun bu TikTokning gapini deb qolasiz desanglar, bu yig'indimi Uyg'ur masalasi nihoyat esil o'tirib chiqdi. Masalan, bir misolni ko'rsatib qo'ymaydi. Who get all sorts of content. That's not my question. My question is, do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population? Well, it's really concerning to hear about all accounts of human rights abuse. My role here is to explain what our platform does on this. It's a pretty easy question. Do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population? Congresswoman, I'm here to describe TikTok and what we do as a platform. And as a platform, we allow our users to freely express their views on this issue and any other issue that matters to them. Well, you didn't answer the question. Earlier today, Chairman Rogers asked you, and I quote, have any moderation tools been used to remove content associated with Uyghur genocide, yes or no? Your answer. Mao meri chiqqan Xitoy 40 yoshli Xitoy buniki ingliz ismini Shouzi Chu debdi. Menimcha Jo Shouzi degan rahbar ism ekan bu. TikTokniki CEO'si, birinchi qo'l boshlig'i endi. Tunagun bu ish bo'ldi. Endi hozir TikTokniki ishlatuvchilari bek ko'p. Hozir tunagunki mening anlaganlarimda 100 Amerikaning o'zidan 150 milliondek odam ishlatadi ekan bu TikTokni. Lekin bu TikTokniki bosh shirkati Xitoyning shirkati Xitoyda. Ashta bo'g'ashqa bu tunagunki yig'inda asosligi TikTokdagi axborot uchurlarning hammasi Xitoyga ketyotidi degan narsani aniqlash uchun qilgan yig'in. Lekin buning ichida bir qancha savol so'rg'uchi kongressniki a'zolari Uyg'ur masalasini o'tirg'a chiqib, Xitoyni hali rasvo qilyapti, bir misol albatta berganim. Shunga agar mushun videosini ko'rsanglarmi, nihoyatda odamni hayajon soladigan ko'rinishlar bek ko'p. Uyg'urlar bilan chetishliq. Bu yerda sen Xitoyniki Uyg'urlarga mustaq ig'ir zulm solganligini e'tirof qilamsa desa, Xitoy javob bermay titlab oldi deydi. Shunga men sizlarga deb qo'yib keldi. Bu tunugun bo'lgan yana bir cho'ng voqea endi. Ondan keyin yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish
Xi Jinping degan jallatniki Rusiyani ziyorat qilishi bo'ldi. 3 kundak ziyorat bo'lib, jiq suhbatlashdi Putin bilan Xi Jinping degan Xitoy. Bumu butun dunyoniki diqqatini qo'zg'adi. Qo'zg'ab Xi Jinping aralashdi bu yerda bunga ishlar ko'p, bularni ko'p. Soda nasrga imzo qo'yib degan narsalarni qildi. Oxirida bir bayonot e'lon qildi. Ikki davlat nomida bir bayonot. Bu bayonotda asosan Amerikaniki dunyodagi boshlamchilik roli, demokratiyaga vakil qiladigan bir boshlamchilik asosli hukmron rolini inkor qilib, bunda ketavermaydi, bundan bo'lavermaydi degandek. Eng oxirida Xi Jinping ketadigan chaqda, Putin bilan xo'shishadigan chaqda, biz hozir yaqinqi 100 yilda ko'rilib boqmagan bir o'zgarishga vakillik qilyapmiz. Deb shunday dedi. Deganda Putin men bu gapimga qo'shilaman deb ashad dedi. Bu yer demakchi o'g'ini yaqinqi 10 yilda Amerika boshchiligidagi g'arb dunyoniki xalqaro tartibini bekitib kelgan. Bundan keyin sen bilan biz bekitamiz degandek gaplarni dedi endi. Bu narsa dunyoni xila hang-tang qo'ydi desakmi bo'ladi. Bu Xi Jinping degan jallatniki Putinniki naqadar cho'ng suiqastlari, planlari borligini biladi dunyo, lekin mundaq oshkora qipyalang'ash o'tirg'i chiqishini o'ylamagan. Endi Rossiya bilan Xitoy dunyoniki tartibini o'zgartira olamdi degan masalaga kelsak o'zgarta olmaydi. Bular asosan o'ziniki hozirgi qandaroq holat ekanligini chog'lamay pon etyapti. Bu pon etishi endi nima qiladi desanlar, hozir Rossiyaniki yezigilik bilan tabiiy gaz, neft, mushu ikki cho'ng ishlab chiqarish sohasidan boshqa jihatlarda bir narsa yo'q Rossiyaniki qolmaydi. Pullar tugab ketdi, harbiylarimiz intayin ig'ir harbiylarga ziyon bo'ldi. Hozir Ukrainadagi urushni davomlashtirishda o'q yaroqlarga hozir qiyinchilik bor bo'lgan shu holatda. Xitoy bo'lsa toki yaqinqichilik, shu Xitoy virus chiqishdan burun taraqqiy qilib, suiqasd, aldamchilik, o'g'irlik narsalarga tayinib yurib, dunyoda ikkinchi o'ringa chiqqan. Lekin Xi Jinping degan jallat Xitoyning ishini xili buzdi yaqinda. Xili buzib, hozir iqtisodiy intayin nacharlashib ketyapti hozirmi. Yaqinqi Xitoyda chiqayotgan yaqin bir iqtisodiy sonlarni, ma'lumotlarni e'lon qildi Xitoy. Shuningga qaraydigan bo'lsanglar, Xitoyning iqtisodiy tushishi intayin tez. Masalan, o'tgan oyda Xitoydagi mashinalar, shaxslar deydigan mashinalarning sotilishi 70% tushibdi o'tgan oyda. Uni oldingi oyda 30% tushgan. Mushtaq sonliq ma'lumotlar bor. Uy sodasidagi cho'ng chekinish, pul qolmaslik tuvaniki hukumatlarniki. Mushtaq shunday ig'ir ahvollar bor. Ashtaq turishga qaramay bir tarafdan Tayvanga propoza qilib, bir tarafdan Putin bilan birlashib mana narsa o'tirishqadi. Bu amaliyotda bizniki uyg'urlik nuqtasini aytgan chaqda bir yaxshi ish. Dünya Xitoyni yaxshi tushundi. Hozir endi Bayden hukumatiga besim ig'ir bo'lyapti. Xitoyni bundan keyin raqobatlashgich emas, Amerikaning dushmani deb qarash to'g'riliq. Bundan keyin dunyodagi budjetga yuzlanish taxmi kuchinib mangdi menimcha, Amerika, Yevropa davlatlarida Xitoydan yiroqlashish, Xitoydagi shirkatlarni yondirib akilish, bu ishlar borgan-sir kuchayib mangdi endi. Ashta boshqa bu qatim Xi Jinping degan jallat bilan Putin o'tirsa bo'lgan bu kurashish ishi bir cho'ng yaxshi bo'ldi. Endi shuni birlashtirib tabqiy hozir Xitoy nimaga Tayvanga hujum qilamdi, bu jihatda gaplarni aytdi ko'p hozir degan narsa. Bu Tayvanga hujum qilish ishlari unda tez bo'lmaydi. Agar bo'lib qolib qolsa, biz uni necha oy burun bilalaymiz. Tuyuqsiz bo'lib qolmaydi. Buning sababi Ruslar Ukrainaga kirishdan 6 oy burun Amerika bayqab qo'ygan.
Ruslanniki Amerikaga tajovuz qilganligini bayqab bo'lgan, Ukrainani ogohlantirgan, bu ishlar bo'lib bo'lgan. Yaqinda yana bir ish o'tirib chiqdi. O'tgan yil 12-oyda Xitoy, Hindiston chegarasidagi Xitoylar ikki taraf kelishib, askar kirgizmay saqlaydigan nima deymiz, bexatar rayoni degandek bir rayonga askar kirgizib qilibdi o'tgan yil 12-oyda. U qanday rayon desanglar, chegaradan Hindiston tarafga 3 kilometr, Xitoy tarafga 3 kilometr. Mush 6 kilometr ya'ni bexatar rayoni deb ayirib qilib, u yerga hech kim kirmaydiganga. Ashtaq burunlar kelishgan bo'lar. O'tgan yil 12-oyda Xitoylar o'shaga o'g'richa askar kirgizib qilibdi o'shaga. Kirgizib qilibdi, buni Amerika bayqab Hindistonga deb qo'yib, Xitoylar kirib ichkari bayalarga berib qo'yishlik Hindistonning askarlari yushirinib olib, Xitoyga xil bir ajallik zarb beribdi. Shu qatamli to'qinishda Xitoyniki 20 adam o'libdi, Hindistonning 8 adam o'libdi, mustabir ishlar bo'libdi. Demakchi, hozir Amerikaniki g'arbning texnologiyalari, texnikasi taraqqib ketdi. Men bu ishni xil cho'nqur bilaman. Sababi nima desanglar, burun mushtaq osmonda turib, yana kuzatadigan ba'zi turlarga men qatnashgan sun'iy amran turlariga. Agar bir yerda bir ish bo'lishi mumkin deb qaralsa, u yerga osmondagi teleskopni qaratib yoki sun'iy amrani bir kichik doirani inishga ko'gil bo'ladi. Amerikada bu texnika bor. Men bunun aslında turlar qatnashib bakkan endi. Aşta boğaşqa hazır şu məli Ukraynadakı işlər olsun, məli Hindistandakı işlər olsun, Amerika bunda axbaratlarını allı burun egellab, oturup çıqırıb buladı neçə ay burun. Şuna qandaqdı Xitay bir kişilamkin Tayvanga tuyuqsuz hücum qilib qalamdikin deb o'ylamanlarni aş bo'lmaydi. Bu birisi, ikkinchisi Xitoymi Xi Jinping bu qatam tushdi. Rusiyaniki Ukrainaga hücum qilib kirgini qarab turib, o'zini qaysi kunga qoldiganligi. Ata boshqa aldirab bu jatda bir ish qilolmaydi. Agar Xitoy Tayvanga kirsa, bu bizning cho'ng baxtimizdir. Xitoyniki kompartiya hokimiyatini aldirishi shu vaqtda o'zidan bo'ladi endi. Nima Tayvanmi nayti jiqtiyalarni qilyapti hozir. O'tganda bir videoni ko'rsam, Tayvanniki Tayvanni turib olsa, Xitoyniki Sansha Shribadayda sud tuği şu yerga baralaydigan 2500'dak bombası var ki. Eğer o su ambarını parlatıp verse, Xitoy devletiniki 20 su vesip gidilendi. Şuna Amerika Irak'a kirgen vaqtlarda aldılan elektrik stansiyo, televizor stansiyo denek yerlerini atkan endi. Eğer Xitoy Tayvanga hücum qilib qalsa, Tayvanni aldı bilan Xitoydagi cho'ng su ambarını yetish mumkin. Asa Xitoyning 20 su vesip ketsa, shu yerdan biri xil zo'r darajada pahalashalar tushib qoladi. Ish qilib bu ishlar oson emas. Undan boshqa Xitoyniki Xitoy hokimiyatining nazarida ikki muhim narsa bor. Uning birisi huquq. Xitoy o'ziniki hokimiyatini olib qilishni xohlamaydi. Hozir shu bak muhim bo'lg'achqa yaqinda Xi Jinping degan jallod intayin bir qism vahshiy siyosatlarni, tuzumlarni yurgizayotgan bo'lsa-mu, qog'al sukut qilib turyapti. Maqsad nima desa, ashta qilmasak biz hokimiyatni saqlab qolamaymiz deb. Bu ishlar Deng Xiaoping vaqtidan boshlangan. 89-yildagi Tiananmen voqeasidan boshlangan. Xitoy uchun hokimiyatni saqlab qilish birinchi darajada cho'ng ish. Ikkinchi darajada cho'ng ish bo'lsa, Xitoy rahbarlariniki iqtisodiy urug' tuqqanlari, bularniki manfaati, bularni qo'llash kerak. Men bu to'g'ri o'tgan sizlarga dedim. Amerikada yaqinda bir qonun loyihasida bir narsani o'tirib chiqarib, Xitoy hukumatining, hukumat a'zolarining, rahbarlarining chet eldagi urug' tuqqan boylik ham narsalarni aniqlab tayyorlab qo'yish haqida bir qonun loyihasi o'tirib chiqdi. Agar Xitoy Tayvanga hücum qilib qolsa, oldidan mush narsalarni to'ng'itadi, ularning boyliklarini to'ng'itadi. Andaki bunchada nurg'un moddalar bor. Masalan, Zhengzhiji Viyan deydi, Xitoyniki markaziy komitetning a'zolari, buning 2500dak adam bor. Mushlarniki o'zi, ayolining qarindoshlari, o'zining qarindoshlari qatorliq nurg'un tuqqanlariniki boyliklarining hammasini aniqlab chiqish. Nerede qancha pulusi bor. Mushtaq to'g'riliq bir qonun loyihasi yaqinda tasdiqlandi Amerikada. Xitoylar bunda baq o'qidi.
Tevenge hücum qilib qalsa, birisi o'zining hokimiyatini olib qolarligidan qo'rqadi, ikkinchisi bu pullardan, iqtisodiy manbalardan, urtuqalardan bu jihatdagi cho'ng ziyon bo'lganligini o'qidi. Ashta boshqa Tevenge asosi kirmaydi. Ashtaxtimi endi odamniki saranlığı tutib qalsa qolmaydigan ish yo'q. Bunda ishlar burun bizniki davrimizda qilib bo'ldi. Masalan, Iroqda yo boshqa yerlarda degidek. Yine kutmagan yana bir ishlar bo'lib qolamdi desa, unda ehtimolligim bor. Agar bu ish bo'lib qolgan bo'lsa, pek yaxshi. Xitoy Tayvanga qaratib hujum boshlagan bo'lsa, Uyg'urlar uchun fursat tug'ilishi mumkin. İlgili vaqt jihatdan taxmin baldıroq bo'ladi endi. Mening farazimcha. Şuna bu jihatdagi ishlar mushtarak ketyapti. Andikin hozir Amerikada bo'layotgan yana bir ish, yaqinda Amerika hozir qadar Xitoy virusiniki manbasi haqida egallagan axborot ma'lumotlarining hammasini oshkorlash haqida bir qonun loyihasi o'tirib chiqdi yaqinda. Amerika bu ishni qilmoqchi. Hozir Amerikaning ichida Xitoy virusi bilan javobgarlikka tortish ovozi intan kuchli hozir. Mushtatda bir qism ishlar yapılyapti. Bugun bir cho'ng xabar chiqdi yana. Amerikadagi shu CDC degan bir tashkilot o'rni bor endi jiddiy kasalliklar bilan munosabatlik shuniki boshlig'i Fauci degan kishi mushniki bir qism email burun Xitoy bilan yozishgan emaillari yo'q degan narsalarda pash qilinib bo'lgan. Ondan keyin shu Xitoy virusi Xitoydagi Wuhandagi tajribaxonadan chiqib kelish sababidan bo'lgan degan narsani bu odam o'zgartib dokladda qilgan ishlar bor ekan. Mushtarda bo'lgan pash bo'ldi. Bu ishlar endi taraqqiyot nega bordi? Buni kim bilamiz? Ish qilib mushtarlar o'tirib chiqyapti. Endi agar Xitoy virusi sababi bilan javobgarlik ta'sis bo'ldi. Bu Xitoyga intayin cho'ng zarba keladi. Nima ish qilasanglar? Xitoy virusi sababi bilan hozir dunyo bo'yicha o'lgan odamlarning soni 7 millionga yaqin boradi. Amerikada ham o'lgan odam 1,5 millionga yaqin. Mening nazarimda Amerikaga bo'lgan yana bir cho'ng ziyon Trumpniki prezidentlikdan chiqib ketishi bo'ldi. Xitoy virusni qo'yitib, dunyoni qalaymiqonlashtirib, Amerikadagi bilet tashlash sistemlarini qalaymiqonlashtirib, shu orqali Trumpniki qayta saylanmasligini amalga oshirdi bo'la. Bu gaplarni ancha ko'p demaydi odatda. Lekin meniki qalandimiş bir ish bor. Ondan keyin iqtisodiy ziyon. Dunyoga bo'lib ketgan iqtisodiy ziyon intayin ko'p cho'ng deganimizda 10 trilyon dollardan ko'proq degan gap endi. Agar bu jihatda Xitoyni javobgarlik tortib qolsa, Xitoyga nisbatan intayin cho'ng bir zarbani olib keladi. Herhalde bu jihatlarda yangiliklar bo'lyapti. Bundan keyin taraqqiyotda bundan keyin ko'ra olamiz. Endi eng oxirida deb qo'yadigan bir ish vatanning ahvoli haqida yaqin bir uchur keldi. Hozir Xitoylar bundan keyin Uyg'urlarni chet elga chiqarish bo'libmi, O'rta Osiyoga chiqarish jihatlarida xili kuchaydiganda qildi. Shu yaqinda O'rta Osiyolarga bir qism umaklarni avatib, shu yerdagi Turkiy qarindoshlarni Sharq Turkistonga kelib ziyoratda bo'lishga undaydigan, o'rinlashtiradigan sayohat shirkatlari orqali ashlar bo'ladi ekan. Hozir mushtorlik o'rinlashtirishlar bo'lib o'tibdi. Bu nimadan kelib chiqadi desanglar? Xitoy Uyg'urlar ustida planlagan ishlarni asosan bo'yicha chiqarib oldi. Uqmayman bizning hozir qanchalik nufusimiz qolib qoldi, qancha odamlarimiz o'lib ketdi, buni hozircha aniq ma'lumot yo'q. Ish qilib burun planlagan ishlarni qilib bo'ldi bola. Uyg'urlarning ichidagi erlarni, bo'libmi dindor erlarni asosan yo'q qilib bo'ldi bola. Ashta bu boshqa Xitoy hukumatiniki bundan keyingi muhim vazifasi isbotlarni yo'qotish. Dunyoni unutuldirish. Dunyoni Uyg'ur qirg'inchiligi yuz berganligini unutuldirish, musaada ish qilish. Buniki doirasi bek keng, albatta men TikTok'dagi gapini dedim, TikTok'da amaliyotda musaada qilgan ishlari bekchiq bo'ladi ekan. O'ziniki dunyoni aldaydigan tashviqotlarni TikTok'dagi tashviqot so'rinlar orqali qilayotgan ishlar bekchiq. Hozir endi O'rta Osiyodagi va boshqa yerdagi Uyg'urlarni va beringlar kirib kelinglar deb shularni og'iz orqali yolg'on tashviqotlarni qilg'izib, shu orqali dunyoni oldirmoqchi bo'ladi.
Şuna maaşındaki şunun münasebeti var. Şuna bazı bir işlerini kösenler hayacanlanıp ketmanglar. Bununki aksıga intayin çoğun şumluk yuşurulgan. Şuna bu jette biz her vakit hushyor bo'lishimiz kerak. Buningdan bir qism ishlarni ko'ramiz bu sohada. Ondan keyin shuna qilib bergan deydigan mazmunlarim oxirlashdi. Bergan ancha uzun qilmadim. Sababi hozir qarindoshlarning hammasi ro'za tutib mundaq narsalarga qiziqib ketmasligi mumkin. Shunaqa bo'lsa-mu, men o'zimning odati bo'yicha bugungi videoni qilaverdim. Oxirida taklif qiladigan yana bir narsam, agar millat uchun biroz ish qilay desanglar, Uyg'ur Project fondini unutib qolmanglar. Atqidinglarni bilib qo'yinglar. Biz uni nihoyat muhim joyga yetkazib ishlatamiz. Ma'qul amsa bugun mushlik bo'lsin. Kelar qatam ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.